Assalomu alaykum obunachilar, bog'bonlar, vatandoshlar. Hozir bizga ko'pchilik so'rashyapti. Uzumlarga suv qo'ysak bo'ladimi? Qancha sug'orish kerak deb. Hozir shu to'g'risida o'zim bilganlarimni ma'lumotni berib o'taman. Mana bular kishmish bog'imiz. Kishmish uzumlar rang kirishdan boshlab qoldi. Uzumlar chanqaganini bilish uchun mana bu nodaga e'tibor qilamiz. Mana o'suv nuqtasiga mana shu uzum suvsagan. O'suv nuqtasi yo'q. Mana o'suv nuqtaga e'tibor qilamiz, o'smay qolgan uzum. Zanjirlar qurib qoladi. Mana shu bilan bilsak bo'ladi. Suv chanqagan. Buni biz kecha sug'ordik mana. Kapelnitsada ichadi, mana kapelnitsdan mana shu kecha sug'ordik bu uzumlarni. Mana rang ham kirib boshladi. Lekin suvning ham me'yori bor. Ja unaqa ortiqcha suv qo'yib yuborsa, uzumning pishishini kechiktirib yuboradi. Keyin shakar to'plashi kechikib ketadi. Shira yaxshi olmaydi, rangni yaxshi olmay qoladi. Suvning ham ortiqcha zararlari ko'p. Mana bu taraflarimiz mana. Mana shu holatda bo'lsa suv shart emas. Mana o'syapti, o'suv nuqtasi bor. Uchiga qarab bilsa bo'ladi barglarga, mana barglar. Yangi yashil barglar bo'ladi. Mana bu yoqlarga ham e'tibor qilamiz mana. Oftobda ham yaltillab turibdi. Suvga bular ehtiyoj yo'q. Agar shunday holatda bo'lsa suv qo'yish shart emas. Mana bu zanjirlarga ham e'tibor qilasizlar mana. Mana shu zanjirlar qurib qoladi chanqasa. Keyin uzum pishish davrida 70% o'suvdan to'xtash kerak-da. Mana shu o'sib ketavermish kerak. Mana shu o'suv nuqtasi to'xtash kerak o'suvdan. Uzum hosil pishganda. Shunda hosil yaxshi bo'ladi, sifatli. Mana rang kirishni boshladi uzumlarga. Qora kishmish bular. Qora kishmish uzumlar. Mana bularga ham suvga ehtiyoj yo'q mana. Yaxshi, juda yaxshi holatda turibdi. Mana bu taraflar chanqagan. O'suv nuqtasi yo'qolib qoladi-da, o'smay qoladi. Bularga suv beramiz. Mana bu yerlarga ham e'tibor qilamiz. Chanqagani shundan bilsa bo'ladi uzumning. O'zing holati aytadi mana. Shunaqa holat bo'lsa sug'orish kerak. Qora kishmish uzumlari bu bog'. Zaman kecha sug'ordik yaxshilab mana kapelnitsada. Mana hosillarimiz rang kirishni boshladi. Ularga giberlin sepilgan. Ba'zilari juda niq bo'lib ketibdi. Donlari juda yaxshi semiradi-da giberlin sepsa. O'zi rang kirib boshlagandan keyin unaqa zaxlatib sug'orish shart emas. Yengil sug'orish kerak. Pishishni kechiktirib yuboradi-da suv me'yordan oshib ketsa. Mana bu taraf gigant. Gigant uzumlar. Ularga ham bitta-ikkita rang kirishni boshladi. Bular ham o'suvi yaxshi, bular ham suvga ehtiyoji yo'q hozircha. Keyin havoga qarab, yerning holatiga qarab yengil sug'oramiz bular. Endi me'yordan oshiq suv ham pishishni kechiktirib yuboradi. Gigantlar. Mana shu yerda avatarlar chiqdi, mana avatar. Avatarlar ham rang kirib boshlabdi. Avatar uzumlar bular. Mana avatarlar holati. Sal oftobga chidamsizroq ekan bunda, mana oftob kuydirgan joylari bor, ochiqda. Qolib ketganlari oftob ta'sir qilgan. Bular soyada yaxshi rivojlanar ekan, mana soyadagilar juda yirik. Soyadagilar. Soyada turganlari yirik bo'lib ketgan. Bular gigant. Mashhur gigant uzum. Hosillar.
Mana bizim qo'riqchi turibdi. Qushlardan qo'riqchi. Hozir ovozini o'chirib qo'ydik buni. Ovozini. Lekin effekti yaxshi bo'lyapti qushlardan himoya qilishga. Bundan ko'proq qilish kerak ekanda. Uzum bog'ining tepadan ko'rinishi. Bizning uzum bog'. Mana bu bizning uy. Bu yog'i bizning qishloq. Mana hozir tepalikda turibman. Mana shu bizning qishloq.